Hammaga rahmat meni ko'rib turgan. Bilasizlarmi, o'zi oktagonga chiqishdan maqsad boshida chista pul topish bo'lgan. Biz oddiy qishloqli bolasimiz, havaskor bo'lib bitta setkaga chiqsak bo'ldi degan orzu bo'lgan. O'sha orzular ushalib butun dunyo bo'yicha yaqinda kuchli 10 talikka kiradigan ligada o'zimni o'rnimga ega bo'ldim. O'zimizni yurtdoshlar tanidi meni, biz Osiyo tanidi. Nima deymiz? Xudoga shukr, hammasi joyida. Oyijon, otajon, sizni juda yaxshi ko'raman. O'zbekiston bu chempionlar yurti. Men O'zbekistonning nomidan chiqib, bunaqa katta musobaqalarda yutqizishim kerak emas. Men bunday sharafli bayroqni ko'tarishga munosib emasman. Bu meni oxirgi jangim.